Xapunma? Nimaga xapunmaydi? Bir xotin kishini deb opsiq mushta muomala qilgan bormi? U degan sizning opingiz. Ukam, xotinni mushta boshqaramsiz. Nima bo'ldi? Yana qapqon turilib qopdi-ku. Nima bo'ldi shu? Ekber degan bir nima opsini yurtdan uyga olib kelibdigan to'qchikin o'yin tog'lashtiribdigina. U mehnat xotin. Jon. Nima deyapsa? U degan sizning qaynopangmi? O sapasiz. Mana qaynopangni ko'rib, uni oldindan xabar ol. Voyjon, aka, ajab bir gap qildim. Voy, u xotincha qara o'yin tog'lashtirgan oz kelganda, ya usti-bishini bir tuzashtirib yurmaydi, yurishtirishiga diqqat qilmaydi. Xulim qo'shlarning oldida yuzimi qamdi mening. Numus qildirib odamni. O mehnat xotinning chiroyi qarsam-chi qara. Yegan tamoqimni tasli qilmay chiqirib etgili. Qarg'im ekanmaydi chiroyiga. Ekber degan bir nimchi. Opsini uyga olib borsa, ketma uyga. Jan bo'lmas mayli. Mishuyda sizlar bilan tumamdim. Opamchi, opam qani? Ey, nima deyapsa? U degan siz qaynopangmi? Qaynopsiga mushta gap qilgan bormi? Mana qaynopangni ko'rib, uni oldin yaxshi xabar ol. Qaynopang o'zi yemay, ichmay topgan tagining hammasiga sizlarga uy, mashina olib bermadimi? Endi kelganda sizning ko'zingizga sig'maydigan bo'lib qoldigina. Voyjon, aka, ajab qiziq gap qilding-a. Men mushuyning adimmi? Ya, uyning adimmi? Ajab uqaqning gapini qilib ketding-ku, yan besib. Singlim, sen to'y qilib bo'lgandan keyin eringning bosh qurishidek odamga aylansa, mushta o'z oldingga bosh-boshda qilsang bo'lamda. Bu sen yo'ldishingning oldida qaynopang tashlab musha kelsa, ering sen boshqacha qarashda qolmamda. Voyjon, qanda bo's bo'lmamda nimkarim. Uchi baribir men boshqarammaydi. Anglamayman uni qilsang-ku. Boshqarammaydi? Boshqarammaydi emas, u seni ayaydi, seni hurmatlaydi. Ering seni shunda hurmatlayotsa, har qatim eringning cho'nglari kelsa, mushta bosh-boshda qilsang bo'lamda, necha qatim bo'lsang mushta quvvat qila. Singlim, qaynopimni apa, garchi seni tug'ib cho'ng qilmagan bo'lsa-mu, o'g'ilni pul topa oladigan iqtidorga ega qilib bo'g'icha qanchalik jafo chekkandi. Endi bir royatini ko'ray deganda, uni sana chetib qo'ydi. Qaynopam mushunda qilib yerda sen o mushta muomala qilsang yaxshi bo'lamda. Voyjon, aka. Kichik otamda. Okey, yaxshimi? Voy, kam yaxshimi? Qani, yana. Bu quruq kelavermay, men bir narsa ko'tiryapsiz-ku. Aka, bu xuddi Uyg'ur tibbiyoti bizning shifoza erlar yurish ekan. Sizni yaqindan bo'lgan xizmati charchab qoldi deb anglab, hatto sizga ag'ich keldim. Rahmat ukam. Siz bunday qilmasangiz bo'ldi. Bu mahsulotning nomini men anglagan. Men bir yurish setib olay deb turgandim. Bu yaxshi bo'pti. Aras, rayondan uyonlar bo'g'ashni angladim. Bak ashuribsiz juma ukam. Xapama aka, men shu opamni qishi sovuq tuqqanmisin deb o'ygandir kelganda. Lekin Rayhonning ko'ngli o'yilmaydi, lekin aldirasal qilibdi-ma. Shuni ko'ngli xalq qo'ydim. Xapunma? Nimaga xapunmaydi? Bir xotin kishini deb opsiq mushta muomala qilgan bormi? U degan sizning opingiz. Ukam, xotinni mushta boshqaramsiz. Xotin deganni-chi, gap bilan emas, bir tiniq bilan, bir qarab qo'yish bilan maqsadimizni ifodalaymiz. Bunda yelinib yolurib boshqursangiz, xotin degan buni kunab qoldi. Qarama mana, hozir mening gapim etmasa ketibdi buningga. Kullaram, sizlarmi keyin qaynota, qaynab bo'lsizlar. Shu vaqtda hozir sizlar ota-onalar qilganni keyin kelin kuyganlaringlarni ko'rib qolsanglar, jinol chiqib ketmasimi? Qirg'anda bak eg'ir keladi juma kullaram. Bo'ldi, tushundim aka. Ma'qul aka. Men tuzday. Diqqat qilsam ham bo'ldi-ku. Men sana bunda tarbiya qilmagansan. Bundan keyin qaynopangga bunda muomala qilganingni men faqat anglab qolmay juma.
Ma'qul aka, men diqqat qilay. Rayhon, emin siz uy qaytandi. Xudo aka. Ha, ma'qul. Mana chapman qoldi.